Lekin shunday qarasam, sizlarning qilgan ishinglar har qatda faxrlansa arziydigan ishlar qilsizlar. Rahmat. Lekin men bilan ham faxrlansa bo'ladi. Nimaga? Men qilgan yangiliklar juda ko'pchilikka foydasi tekkan. Nima qilgan? Masalan, men yoshligimda cho'milishga borganda, Ha. shortini mana shu tizzaga tushib siqishni birinchi bo'lib men o'ylab topganman. Yaxshi. Unda men bilan ham faxrlansa bo'ladi. Nimaga? O'sha shortikni yonga olib siqishni men o'ylab topganman. Ha, hamma foydalanib yuribdi hozir. Unda Tolib bilan ham faxrlansa bo'ladi. Ayting. Ana shortini borib yo'qotib kelishni bu o'ylab topganman. Ayyo. Malades. Qanaqa ekansan? Unday bo'lsa, men ham yaxshi foydasi tegayotgan narsalar qilibman. Sen bilan ham faxrlansa bo'ladi. Ha. Quydan mayiz tushmaslikni birinchi bo'lib men bilganman. Ya. Ha, bo'la oqishton, bo'la. Hozir ham bilib kelyapti menimcha. Rostdan men bilganman. Lekin shu javobini bilaman, bitta savol bor. Aha. Qanaqa bilgansan? Indamay kulavering, bular ham birga yeganimni.